Ayollar tarafi ham domla. Mana shu yerga to'playmizmi? Ha, salqaroq to'playdi. Saya di lemah kok apa? Bir taraf bo'lsa, bir taraf ayollar eshitmay qoladi-da. Sizlar mot tomonga o'tinglar, erkaklar doim mana shu chap tomonga Bir tarafga o'tilsa yaxshi bo'ladi. o'tinglar, o'ting. Ayollar sizlar bu tomonga o'tinglar. Sizlar o'ting. Yaqinroq kelamiz. Xolani ham olib o'ting. Xo'jonani oldinroq olib kelsalaring. Endi Madina Munavvarada qattiq gapirishligi ham joiz emas-da. Sababi Rasululloh alayhisalom yotibdilar. Qattiq gapira olmaysiz. Xo'jonani arvachada xo'jani o'tkazinglar-da. Xo'jonani o'tkazinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulillah. Mana bu orqamizda turgan masjid G'ammoma masjidi deyiladi. G'ammoma arab tilidan bulutli degan ma'no biladi. Rasululloh alayhissalom davrlarida Madina-i Munavvarada qurg'oqchilik bo'ladi, qiyinchilik bo'ladiki, shunda Rasululloh alayhissalomning oldilariga bir qancha sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, siz bir duo qiling, Alloh taolo bizga yomg'ir bersin." Ha? Shu yerga kelib 2 rakat istisno namozi o'qiydilar. Qo'llarini ochadilar. Bulut to'planadi. Ha? Shunday qilganlarida yomg'ir yog'adi. Erkaklarga yomg'ir yog'ayotganda qo'lini ochib, yomg'ir tushib bunday qilishlik sunnat bo'ladi. Yomg'ir yog'ayotganda bitta sunnatni qilib qo'yaylik hammamiz. Ha? Ochganda olamiz. Bu yerda Rasululloh alayhissalom 2 hayit namozini o'qiganlar. Habashiston podshosi Najjoshiyni bilamiz. O'sha islom hali qiyinchilik mahalida musulmonlarga juda ko'p yordam bergan o'sha Habashiston podshosi bo'ladi. Kinolarda ham ko'rgansiz. O'sha Najjoshiyni olamdan o'tganida shu yerda masofadan nima deydi? O'sha shu yerda turib nimadan janoza namozini o'qiganlar. Rasululloh alayhissalomdan keyin Umar roziyallohu anhu davrlarida ham xuddi shunday qurg'oqchilik bo'lib qoladi. Shunda bir Rasululloh davrlarini eslaylik. Rasululloh shunaqa qilardilar. Buyuklarni vasila qilishlik bor. Vasila qilishlik deganda qanday? Masalan, hozir kiramiz. Ya Robbim, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni vasila qilib, hurmatlardan bir narsani so'rasa, inshaalloh beradi. Shunda Umar roziyallohu anhu shu yerga keladilar, 2 rakat istisno namozini o'qib turib, Abbos roziyallohu anhu amakilari bor, Rasululloh alayhisalomda tengqurlari bo'ladi. Shu kishini vasila qilib so'raganlarda Alloh taolo yomg'ir beradi. Shu Ka'ba-i Muazzamaga borganimizda ham Ka'badan so'rab qo'ymaylik. Bu shirk bo'lib qoladi. Alloh nima so'rasa Alloh taolodan so'raymiz. Bu Ka'ba-i Muazzama Alloh taoloning majoziy uyi. Hali u Alloh taologa bir makon qilib bo'lmaydi. Makoni bor deb bo'lmaydi. Shunga ehtiyot bo'lamiz. Endi mana orqamizdagi bu masjid turibdi-ku. Ko'ryaptimi, kapitlar? Bu yer Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uylarining o'rni. Hozir o'sha masjid qilib qo'yilgan, o'rni yo'qolmasligi uchun. Endi mana bu orqa tarafda oq masjid ko'ryapsizlar mana.
Bu Hazrati Ali bilan Fatima roziyallohu anhuning uylarining o'rni hozirda masjid. Bu yerlarda mana masjidlarda namoz o'qiladi, lekin afzali nabaviyada. Hozir vaqtimiz bor, bemalol biz. Kirib 2 rakatdan nafl namoz, tahiyatul masjid o'qiylik, masjid haqqi. Inshaalloh o'zi, bizni guruhga nasib qilib turibdi xolos. Avvalgi guruhlarda ko'proq kechasi tanishtiruv qilganimiz uchun bek bo'ladi. Bizni baxtimizga hozir ochiq turibdi. Men ham birinchi marta kirib o'qishim sizlar bilan. Nimaiki nasib qilmadi-da. Shunchadan beri nasib qilsa, mana Alloh taoloning mehribonligini qarangki, bizga nasib qilib turibdi. Bu yerda Rasululloh alayhi vasallam namoz o'qigan joyda turibmiz. Qaysi birimizdir o'sha yerda o'qib olishimiz mumkin Rasululloh o'qigan joyda. Nasib bo'lsa, sababiyodidan jannatga kirib bo'ladi. Rasululloh alayhi vasallamning badanlari tegan narsa, inshaalloh bu dunyoda ham u dunyo o't harom. Do'zaxda o't harom bo'lib qolsin, inshaalloh nasib. Allohdan so'raymiz. Endi mana ayollar bu tarafga, erkaklar bu tarafga kiramiz. 2 rakatda nafl o'qib chiqsa, yana Xudo xolasa yana tanishtiruv davom ettiraveramiz. Nafl namoziga birinchisiga tahiyatul masjid desa, masjid haqqi. O'zbekchasiga masjid haqqi deb o'qiyveramiz. Zam sura birinchisiga Zam sura endi kafirun. Shu nafl namozlarida afzali qul bilan boshlanadigan suralar. Ko'proq qul ya ayyuhal kafirun, keyin qul huvallohu ahadni o'qilsa afzal bo'ladi. Lekin bilmasak, bilgan suramizni o'qisak bo'laveradi. Hali bilmasa, o'qimas ekanman degan fikr o'polmas. Lekin afzali shu qul bilan boshlanadigan suralar afzal bo'ladi. Ixlos surasini 3 marta o'qishlik 30 porani xatm qilishlik savob beriladi. Shuning uchun. Kiramiz. Hoji akalar bu yoqqa kiramiz.